Nima uchun biz aynan Yevropaliklarni tanlayapmiz? Nima uchun aynan Estoniyaliklarni? Ko'pchilik biladi, estoniyalik kompaniyalar deyarli har oy kelib O'zbekistonda imtihon tashkillashtirishadi. O'zbekistonda aynan MIG bo'yicha, MAK bo'yicha ham, TIK bo'yicha ham svarishchilarni imtihon qilishadi, tekshirishadi. Endi o'shaning uchun sпрос qattiq ko'p bo'ladigan bo'lsa, значит, bu yerda производство ko'p. Aynan Estoniyaga biz bir nechta odam jo'natdik. Kecha Payde shahrida, Tallinda, undan tashqari yana bir ikkita joyda o'sha svarishchilar bilan ko'rishdik. Uni hali videosini ham qo'yamiz. Va ular ishlaydigan korxonani mahsulotlarini ko'rib, to'g'risi, men hali ko'rmagandim unaqa narsani, ko'rib ozgina o'ylanib qoldim. Rishotka, ferma, har xil kalitkalar yasab yurgan odamni bu yoqqa to'g'ridan to'g'ri yuborish juda katta xato deb o'yladim. O'shaning uchun biz tizimli ishni yo'lga qo'yishimiz uchun albatta dars berishimiz, albatta shu o'quv kursini tashkillashtirishimiz kerak ekan. Chunki juda yaxshi tushunamiz, hech kim pul toshib ketgandan chetga ketib ishlagani boraman deb kelmaydi. Lekin borganga yarasha nimagadir erishish uchun oldindan qanaqadir bir tashkiliy ishlarni qilishimiz kerak deb xulosa qildik. O'shaning uchun aynan Yevropaliklarni O'zbekistonga olib borib dars berishini tashkillashtirib bermoqchimiz. Bu tushuntirishi bo'yicha nemetskiy apparat. Bu yerda kartasi bor ekan. Shu karta bo'yicha bu yerda nastroyich qilsa, ya'ni deylik bu yerda 1.0 проволока turgan bo'lsa, bu yerda shu kartaga asosan nastroykasini to'g'rilaydigan bo'lsa, apparat уже o'zi tushunar ekan, что bunda o'sha 1 проволока turibdi, podachasini ham to'g'rilab, nastroy hamma narsasini to'g'rilab berar ekan. Tushuntirishi bo'yicha. Undan tashqari bu yerda Xitoy apparatlari ham bor. Xitoy apparatlari va bu yerda adashmasam qayerda apparat bilmadim. Boshqa apparatlar bor. Ya'ni apparatlar har xil. Nima uchun har xil apparat deb so'rasam, chunki ishlab chiqarish nimalarida hammasida har xil apparat, hammasida ham nemetskiy apparat bo'lmasligi mumkin. Hammasida ham jasikli bo'lmasligi mumkin. Boshqa apparatlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz har xil apparat qo'yib, baribir o'quvchilarning qo'lini o'rgatamiz deb aytishdi. Bu yerda metal kesadigan apparatlari bor ekan. Undan tashqari bu yerda chipu stanoklari, lazerli rezkalar, voy tepada ko'rsatganim, o'sha tepada kod yozishadi. Aynan shu stanoklarda ishlab qanaqadir detalli yasashadi. Mana bulardan bitta primer. Welder. O'zlari yasashgan, o'quvchilar yasashgan buni.